Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qiyomat kungi hisob kitoblardan keyin nomoy amallar insonlarning qo'llariga topshirilgandan keyin insonlar keyingi bir ajib, qo'rqinchli bir manzarani oldiga keladilar. Bu jahannam ustiga tortilgan ko'prik. Sirot. Sirot nima? Bu jannat bilan mahshar yeri o'rtasida tortilgan ko'prikki, bu ko'prikning ostida jahannam bo'ladi. Mahshardan jannatga qarab o'tib boradi odamlar, ko'prikning tagida jahannam, do'zax bo'ladi. Bu ko'prik haqida mana shunday bir ko'p eshitganmiz. Bu ko'prik qildan ingichka, qilichdan o'tkir bo'lgan bir masofa. Har bitta inson mana shuni ustida o'tishlik haq. Nabiy sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislarida va Alloh subhanahu va taolo juda ko'p oyatlarda bu haqida bayon qilgan. Astagfirullah. Fa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya thumma lanahnu a'lamu billadina hum awla biha siliya. Bas ey Muhammad, Parvardigoringizga qasamki, albatta biz ularni yo'ldan ozdirgan shaytonlari bilan birga to'plarmiz. So'ngra barchalarini jahannam atrofida tiz cho'kkan holda hozir qilamiz. Jahannamni mahshar maydoniga sudrab kelganliklarida bu jahannamning kelishlik manzarasi dahshatidan odamlar qo'rquvga tushib, hammalarini tiz cho'kib qolganligini o'tgan darsimizda aytib o'tdik. Keyin har bir guruhdan qaysi kimsa Rahmonga qattiqroq osiy bo'lgan bo'lsa, o'shani sug'urib olurmiz va jahannamga oturmiz. Hech shak shubha yo'qki, biz o'zimiz unga jahannamga kirishga loyiqroq bo'lgan kimsalarni yaxshiroq bilguvchidirmiz. Va in minkum illa wariduha kana ala robbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw va nazaru az-zalimina fiha jithiya. Sizlardan har biringiz unga tushgudirsiz. Parvardigoringiz amriga binoan vojib bo'lgan hukmdir. Mana shu oyatni ulamolar har bir insonni jahannamning ustidan o'tishligiga ishora deb aytadilar. Ba'zi mufassirlar unga tushgusiz deganda jahannamga albatta har qanday odam tushadi deyiladi. Ba'zi mufassirlar jahannamning ustidagi ko'prikdan o'tishlik aytilgan deb tafsir qiladilar. So'ngra taqvodor bo'lgan zotlarni undan qutqaramiz va zolim kimsalar tiz cho'kkan hollarida jahannamda qolurlar. Mo'min sirot ko'prigidan o'tadi, najotga erishadi. Kofir esa qulaydi. Hasan Basriydan rivoyat qilinadi, bir odam yonida rosa qahqaha otib kulayotgan og'anisiga qarab, "Sen do'zaxdan o'tishing haqida xabaring bormi?" dedi. Kulayotgan odam "Ha" dedi. "Endi do'zaxdan najotga o'tib, haqiqiy jannatga kirib ketishlik haqidagi xabarni ham oldingmi?" dedi. Deganda "Yo'q" dedi. "Ha, do'zaxdan ustidan o'tishligini eshitgan bo'lsang, lekin do'zaxdan qutulishligini eshitmagan bo'lsang, nimaga kulasan?" dedi. Ya'ni haqiqiy kulishlik ana shu sirot ko'prigidan o'tib, jannatga ikkala oyog'i bilan kirib olgandan keyin bo'ladi. Sirot ko'prigidan o'tishlikni o'zi ham insonning kulishligiga kifoya qilmaydi. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytgandek, agar bitta oyog'ini jannatdan oqlab o'tib, hali ikkinchisi tashqarida turar ekan, Allohning makridan qo'rqaman deydi. Alloh bitta makr qilib turib, bitta oyog'i jannatga o'tgan holda qaytarib olishga qodir bo'lgan zot. Demak, ikkinchi oyog'imizni ham jannatga olib kira olmasdan turib, kulishlikka siz bilan bizning haqqimiz bo'lmaydi. Yavaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi bani va sahibatihi va akhihi va fasilatihi allati tuwi va man fil ardi jami'an thumma yunji. Holbuki ular bir-birlariga ko'rsatilurlar. Jinoyatchi kofir kimsa u kunning azobidan qutulish uchun o'g'illarini, birodarini, uni o'zini panohiga olgan qarindosh urug'ini va yerdagi barcha kishilarni to'lov qilib berib yuborishni, so'ngra bu to'lov unga najot berishini istar. Butun urug' vujudini, bola chaqasini, xotin ota-onasini jahannamdan o'zi qutulib qolishligi uchun fido qilib to'lashlikka tayyor bo'ladi. Sirot nima? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Sirot tikonlari, ilmoqlari va egri temirlari bor bo'lgan bir ko'prik. Bu ko'prik zulmat, qorong'uga qoplangan bo'ladi. Bu ko'prikdan insonlarning o'tishligi har xil bo'ladi. Mo'min kishi undan ko'z ochib yumgandek tez o'tib ketadi. Ba'zilari qilgan amallariga qarab chaqmoqdek, ba'zilari shamoldek, ba'zilari esa uch qirotdek o'tib ketadilar. Ba'zilari esa o'maklab o'tadi ustidan.
ba'zilar dahshatga tushganligidan, hayotda qilib o'tgan ishlari tufayli jahannamda ostidan chiqqan ana shu temirdan, o'tdan bo'lgan ilmoqlar jahannamga uloqtirib tortib ketadi. Mana shu kunda ko'prikning ustida o'tayotganda kim mo'min haqu, kim munofiq, kim haqiqiy musulmon u, kim ko'rgazmagan musulmon, mana shu kunda aniq bo'ladi. Mo'minlarning orasida najotga erishib, ko'prikning uyog'iga o'tib olganlar o'zlari bilan birga yashagan musulmon birodarlarning ba'zilari tushib ketganligini ko'radi. Shunda duo qilishadi. Parvardigoro, biz bilan namoz o'qigan, roza tutgan, ibodatlar qilgan, nafl ibodatlar birga qilgan birodarlarimiz tushib ketdi. Ularning ahvoli qanday bo'ldi deb Allohdan mo'min birodarlarning haqqiga so'raydi. 3 ta o'rinda inson bir-birini eslamaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan Oysha onamiz so'radilar: "Ya Rasululloh, qiyomat kunida bir inson o'zini oilasini o'ylaydimi? Esiga keladimi xotin bola chaqasi?" Shunda Rasululloh aytdilarki, 3 o'rinda hech kim bir-birini eslamaydi. Birinchisi kitoblar uchganida. Ya'ni insonlarning kitoblari o'sha mahshar maydonida uchib turar ekan, qaysi qo'liga kelishligi hali aniq bo'lmay turgan paytda to kitobini olib aniqlab olmagunicha birov-birovni o'ylamaydi. Ikkinchisi tarozi oldida savob pallasi og'ir keladimi, gunoh pallasi og'ir keladimi? Mana shu narsa ma'lum bo'lmagan uchun birov-birovni eslamaydi. Uchinchisi ko'prik oldida eslamaydi. O'tib ketadimi, o'tib ketmaydimi? Aniq bo'lguncha birov-birovni eslamaydi. Endi bu mo'minlar o'tishib oldi. O'tishib oldida birga hayotda yashab yurgan mo'min birodarlarni do'zaxga qulab ketganligini ko'rib Allohga duo qilishdi. Parvardigor, nima bo'ldi endi ularning holi? Parvardigor chiqargin ularni. Bundan ma'lum bo'ladiki, bir inson namoz o'qisa, roza tutsa, ibodatlarni qilib yursa ham do'zaxga tushar ekan, agar gunohlari ko'payib ketadigan bo'lsa. Agar Alloh taolo fazl marhamat ko'rsatmaydigan bo'lsa. Shunda Alloh subhanahu va taolo karami keng, marhamati ulug' bo'lgan zot qaranglar der ekan. Qaranglar, qalbida zarrasi iymoni bor odam bo'lsa, do'zaxdan chiqaringlar deydi. Chunki Alloh taolo so'ngra mo'min bo'lgan kishilarni biz qutqarib olamiz dedi Alloh taolo. Birinchi bo'lib ko'prikdan chaqmoq tezligida, balki undan ham tezroq o'tadigan zot bu Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U kishining otlari bilan nabiylar, rasullar, anbiyolar, siddiqlar, shahidlar tezlik bilan o'tadilar. Mo'minlar ham tezligi bilan o'tadi. Ba'zi mo'minlar qilgan amallarining ustligi bilan, qilgan gunohlarining ko'pligi bilan emaklab o'tadi. Mana shu emaklab o'tishlikka kelsak, kofirlar, fojirlar keladi. Ularni jahannamda ostidan chiqib kelayotgan temirdan bo'lgan, tikondan bo'lgan, o'tdan bo'lgan ilmoqlar ilib oyoqlaridan pastga jahannamga tortib ketadi. Mana shunday holimizni o'ylaylik, birodarlar. Bu kunda har bitta odam, atrofida odamlar jahannamga qulayotgan paytda, kimlar yorug'ligi tezligida o'tib ketayotganini ko'rgan paytda o'zini yorug'ligini ko'ra olmay qolishi bor. O'z shunga harakat qilaylik. Boshqalar nur bilan o'tib ketayotganligini ko'rib, o'zimiz to'xtab tura olmaylik. Emaklab, yuklarimiz, gunohlarimiz og'irligi tufayli o'malab qolmaylik, birodarlar. O'ngimizga, choppig'imizga qaraydigan bo'lsak, odamlar bitta-bitta do'zaxga qulayapti. Rasululloh esa narigi tomondan turib, "Ya Robbi, sallim, sallim, Parvardigor salomat qilgin, ummatim o'tib olsin" deb turganligini eslaylik. Ana shu kunda o'zimizga vayilni, suburni tilab qolmaylik. Gunohlarimiz ko'pligi tufayli emaklab qolmaylik, birodarlar. Agar ana shu ko'prik ustida ketayotganimizda qildan ingichka, qilishdan o'tkir bo'lgan siz bir chiziqni tasavvur qiling. Oyoq kiyimingizni yechishtirib, bitta pichoqni tikka qo'yib, oyog'ingizni tekizib ko'ring, nimani his qilar ekansiz? Etlaringiz jimirab ketadi. Lekin bu dunyoda oyog'ingizni ko'tarib olsangiz qutulasiz. Endi u yerda qadamni ko'tarishlik bo'lmaydi. Mana shunday qildan ingichka, qilishdan o'tkir bo'lgan ko'prikdan oyoqlarimiz toyilib ketsa, ana shu kungi pushaymonimiz bizga asqatadimi? Hali uni ustiga oyog'imiz qo'yilgani yo'q. Shunda o'zimizga vayinni, suburni tilab qolmaymiz. Shunda qaniydi shu kunga tayyorgarlik ko'rganimda, qaniydi payg'ambarning yo'lini tutganimda, qaniydi falonchilarga ergashmaganimda, qaniydi tuproq bo'lib ketganimda, qaniydi esdan chiqib ketganimda, qaniydi onam meni tug'maganda deb qolmaslik uchun hozirdan tayyorgarlik ko'raylik. Chunki u kungi pushaymon insonga zarracha foyda bermaydi. Fa anna lahu zikra. Bu kunda odam eslatma oladi, eskirib qoladi, ko'zi moshtaga ochilib qoladi, lekin u moshtaga ochilgan ko'zini foydasi tegmaydi. Mo'minlar ko'prikdan omonlik bilan o'tib borar ekan, endi ular jannat eshigiga boradi. Kofirlar esa jahannam eshigi oldida turadi. Jahannam.
eng katta xorlik. Inson dunyoda xor bo'ldim deydi. Oshnag'onam oldida xor bo'ldim deydi, odamlar oldida xor bo'ldim deydi. Ya'ni sharmandachilikka tushdim deydi. Lekin eng katta xorlik esimizdan chiqmasin, bu jahannamga kirishlik. Robbana innaka man tudkhilin nar faqat akhzayta va ma liz-zolimin min ansor. Parvardigoro, albatta sen kimni jahannamga kiritsang, muhaqqaq uni rasvo qilursan va bunday zolimlar uchun hech qanday yordamchi yo'qdir. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha va rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Zalikal khizyul azim. Ular kimda kim Alloh va uning payg'ambari chizgan chiziqdan chiqsa, uning uchun o'zi abadiy qoladigan jahannam otashi bo'lishini va bu ulug' katta rasvolik ekanini bilmadilarmi? Alloh taolo rasvolik deb, xorlik deb jahannamga tushishlikni aytayapti. Bu dunyodagi xorlik, bu dunyodagi sharmandagashlik hech narsa emas. Ja bo'lmasa bitta o'lib qutulib ketasiz dunyoda xijolatchilikdan. Lekin jahannamdagidan qutulishlik bo'lmaydi. Qul innal khosirina allazina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah ala zalika huval khusranul mubin. Ziyon nima? Ziyon Alloh ziyon degan narsa. Foyda nima? Alloh foyda degan narsa. Yutuq nima? Alloh yutuq degan narsa yutuq. Bizda o'lchovlarimiz bor hammamiz. Yutuq degani shu ketmonni tushib ketsa 5-6 so'm topsang, kamli keting bo'lmasa shu yutuq. Alloh zuvolamizni katta uzibdi deb qo'yadi. U zuvolasi katta deylayotganlar faqat pul borligi uchun zuvolamizni katta uzgan deydi. Lekin hayotda yashashingga qaraydigan bo'lsang, hamma zuvolasi katta uzilganlar ham hayot shirin emas. Zuvolani kattasi iymon. Zuvolani kattasi taqvo. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga iymonni, taqvoni beradi. Agar unga bir tiyin bermagan bo'lsa ham. Agar insonni Alloh taolo yaxshi ko'rishligi faqat zuvolasini katta qilishligi bilan bo'lganida, Iso alayhisalom ham boy bo'lardi. Payg'ambarlarning hammasi boy bo'lar edi. Agar boylikgina yaxshi bo'lganida, kambag'allik yomon bo'lganida. Zuvola birodarlar, peshonani yerga qo'yib subhan robbiyal a'lo deyishlikda. Hayotda Allohni buyurgan chizig'ida yurib, qaytargandan qaytishlikda. Zuvola mashi. Demak, odamlar o'ylayotgan yaxshi narsa, doim ham yaxshi emas. Alloh aytgan yutuq, Alloh aytgan ziyon. Ayting. Albatta ziyonkorlar qiyomat kuni o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. Ogoh bo'lingiz kim? Ana shugina ochiq ziyonkorlikdir. Mana aytyapmiz, qonuni boqsa, tom qilib bersa, tagiga bitta mashina olib berib qo'ysa, shu bilan otangni bolaga zo'r ish qilib qo'ygan bo'ladi. Sizlarda oldingizda qarzim tugadi meni. Uyli joyli qilib qo'ydim sizlarda. Bo'ldi. Meni yelkamdan mana o'g'il bolalar o'tiribdi bari. Uylanmagan bo'ydoqlar, uyi yo'q odamlar bo'lsa, esimizdan chiqmasin. Otalarimiz bizga uy solib berishlikka qarzi yo'q. Xotin olib berishlikka qarzi yo'q. Esingizdan chiqmasin, bo'ydoqlar bo'lsa, ota-onalar dojin avyazilmas sizlarga. Qiz bola balog'at ketganda chiqarib qo'yishlik ota-onaning qarzi. Chiqarib qo'ydimi? Tugadi. Endi bu ota ibodatini qilsin. Yo'q, bu uylab qo'ygandan keyin endi unga yer olish kerak. Keyin uy solib berish kerak, bola yuradi, dadam bor, dadam qiladi. Otalar yaxshilab eshitib olinglar, qarzilar yo'q sizlarda. Albatta bo'lsa qo'lida dunyosi, oshiqcha bo'lsa qilib bergan, albatta farzandini tikka bo'lib ketishi yordam bo'ladi. Lekin ota qarzi yo'q bolalar bilib qo'ylar shu narsani. Haqiqiy ziyon qilayotganlar o'zlariga ham, oilasiga ham ziyon qilgan deyapti Alloh. Kim u? Bu shunday otaki faqat pul topish bilan ovora bo'lgan, bola chaqasiga Allohni tanitmagan. Faqat kiyimini qilib bergan, yotog'ini qilib bergan, mashinasini qilib bergan, uyini qilib bergan, Allohni tanitmagan. Bu ota o'ziga ham zulm qilyapti, bolasiga ham zulm qilyapti. Shuning uchun Alloh taolo ey iymon keltirgan erkaklar va iymon keltirganlar o'zingizlarda va oilalarda jahannamdan saqlanglar degan. Agar otangiz Allohni tanib ibodat yurgan bo'lsa, sizni namoz o'qib bolamni ibodat qil deyotgan bo'lsa, qarzini ado qilib qo'ying o'sha. Menga nima qilib berib qo'yibsizlar sizlar? O'zi shunaqa deydigan bolani tarbiya qilgan otada ayb. Nima qilib berib qo'yibsizlar sizlar menga? Nima qilib berish kerak edi? To'g'ri, hech narsa qilib bermadi otasi. Chunki Alloh tanitmadi-da. Agar Allohni tanitganida otasiga bunaqa gapirishmas, otasiga tikka qaragani hayo qilardi Allohdan. Haqiqiy oilasiga ziyon qilgan erkaklar Allohni tanitmagan erkaklar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar sizlar men ko'rgan narsalarni ko'rganingizda
oz kulib, ko'p yig'lagan bo'lar edingiz. Sahobalar: "Ya Rasululloh, nimani ko'rdingiz siz?" dedilar. Rasululloh: "O'tni, jahannamni ko'rdim" dedi. Alloh subhanahu va taolo, Imom Muslim rivoyati, Rasululloh aytadilar: "Jahannamni va jannatni yaratib bo'lganidan keyin Alloh taolo Jibrilga buyurdi: "Boring, jannatni ko'rib keling." Jibril bordi, jannatni ko'rdi. Jannatdagi ne'matlar, jannat ahliga talab qo'ygan marhamatlarni, ne'mat in'omlarni ko'rgandan keyin qaytib keldi. Parvardigoro, jannating haqida eshitganki odam bor, albatta jannatga kiradi. Ya'ni hamma jannatga kirib ketadi zo'rligidan. So'ngra Alloh taolo jannatga buyurdi, makorihlar bilan o'zini o'radi. Makorih insonni nafsi xohlamaydigan narsalar. Bomdodga turish, roza tutish, ko'zni tiyish, tilni tiyish, g'azabni tiyish, sadaqa berish, haj qilish, zakot berish. Ya'ni ibodatlarda hammasini qarasangiz, nafsga yoqmaydi hech qaysi. Shu narsalar bilan o'rab qo'ydi-da, endi borib ko'rib keling dedi. Jibril bordi, insonni faqat nafsiga yoqmaydigan narsalar bilan jannatni o'rab qo'yganini ko'rib turib, inson shulardan o'tgandan keyin jannatga kirishini ko'rib turib, izzatingga, buyukligingga qasam Parvardigor, jannatingga birov kira olmaydi dedi. So'ngra Alloh taolo jahannamni ko'rib keling dedi. Jahannamni ko'rdi. Uni azobini, undagi mashaqqatlarni bir o'tni ikkinchi o'ttiga bostirib kelib, g'alayon qaynayotganligini ko'rdi-da, Parvardigor, jahannamingni eshitganki odam bor, unga birov kirmaydi dedi. So'ngra Alloh taolo jahannamni insonni nafsiga yoqadigan shahvatlar bilan o'rab qo'ydi. Endi borib ko'rib keling-chi dedi. Jibril bordi. Jahannam nima bilan o'ralgan edi? Bomdod uxlash bilan, aroq ichishlik bilan, zino qilishlik bilan, harom luqma yeyishlik bilan, birovni haqqidan qo'rqmaslik bilan, insonni nafsi nimani xolasa, hammasi shu jahannamga o'ralgan edi. Ya'ni inson shu narsalarni qilsa, to'g'ri jahannamga kiradi. Qaytib keldida, Parvardigoro, izzating va buyukligingga qasamki, jahannam haqida kim eshitadigan bo'lsa, jahannamga hech kim kirmaydi dedi. Demak, jahannam insonni shahvatlari bilan o'rab qo'yilgan. Jannat esa insonga yoqmaydigan makruh, makorih narsalar bilan o'ralgan.